ayol hech qachon sinishdan qo'rqishi kerak emas. Sinish bu zo'r holat. Men shunaqa deb hisoblayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Har qanday sinish ortida yangi hayot bor, yangi daraja bor. Har qanday sinish ortida. Hech qachon singan holatda va o'sha pozitsiyada qolib ketmaydi odam. Sinadi, 0 darajasiga tushadi, qanotlarini singandek his qiladi, qalbi og'riydi, juda og'ir holat bo'ladi, lekin o'shanda u asliyatiga yuzlashadi. Ya'ni Alloh bilan yaqinroq bo'ladi. Dunyoda qanaqadir o'sha o'zini yuzidan maskalari tushib ketadi, boshqalarning ham maskasi yechiladi va ana shunaqa paytda aslida qanaqadir o'sha qadriyatlari to'g'ri shakllanishni boshlaydi. Ya'ni yangilanadi, transformatsiya bo'ladi va o'shandan keyin kerak bo'lsa kasbini o'zgartiradi, kerak bo'lsa yo'nalishini o'zgartiradi, kerak bo'lsa yangi o'zini oldiga orzular qo'yadi, hamma narsa o'zgaradi va bu zo'r-ku. O'zgarish, biz har kuni aslida nima uchun yashayapmiz? O'zgarish nuqtasi deymiz doim, o'zgarish nuqtasi hech qachon og'riqsiz bo'lmaydi. Agar hayotingiz zo'r bo'lsa, bitta joyda yashayapsiz, hammasi yaxshi, pulingiz kelyapti, ishingiz bor, yashayverasiz, yashab ketaverasiz va shu holat ana shu shunchaki hayotning shu pog'onasida qotib qoldim degani. Lekin qachonki ayolga ozgina og'riq kelsa, ozgina muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, ozgina deylik o'sha sotqinlikka uchrasa, zo'r-ku. Zo'r bu. Bundan hech bir ayol xafa bo'lishi kerak emas. Qaytanga yangi muhit izlashi kerak. Qaytanga yangi darajaga chiqaman. Bu men uchun imkoniyat va bunda xayr bor deyish kerak. Har qanday xastalik, har qanday muvaffaqiyatsizlik, har qanday biznesdagi qasod, hamma narsani ortida yangi daraja va yangi hayot turibdi. Shunchaki siz u yerga endi kuchliroq, aqlliroq, yangi tajriba bilan, yangi deylik o'sha qadriyatlar bilan kelasiz.